Assalomu Mercedes Sprinter bozor obunachilari. Bugun sotuvda ikkita Samasval Mercedes-Benz. Video davomida narxlarni, ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Video boshlanmasdan like, podpiska tugmasini bosib qo'ying. Mashinani yili 1989-yilda ishlab chiqarilgan. Ikkitasining ham yili bir xil. 823-601 motor, nargisi 602 motor bilan jihozlangan. Mashinaning ko'rinishlari tayyor. Bunisi orqaga to'kadi. O nargisi yonboshga, ikki yonboshga to'kadi. Mashina bittasi 52 rami, ikkinchisi otoyur rami bilan jihozlangan. Salon qismlari olib minishga tayyor mashina, rasxodlari yo'q. Yangi tayyor bo'ldi. 6 ta balon yangi, orqasi gazel mos akalar. Bortining uzunligi 380. Mana ko'rinishlari. Bemalol 4 tonnagacha yuk og'daradi. 4 tonna yuk oladi. Mashinaning hech qayerda rasxod kamchiliklari yo'q. Olib minishga tayyor. Tang qismlari. Salon qismlari. Kabina polniy shumka bo'lgan. Orqa qismlari. Rullari gidravlika. Mashina antifrizda turibdi. Buni akalar puliga keladigan bo'lsak, 9000 dan oz-moz o'tib beramiz. Pastda bitta telefon nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib olsanglar bo'ladi. Aytib ketay, kimda shunaqa sotadigan mashinalar bo'lsa, olib qolamiz kelishilgan holda. Bunisi 1989-yil. Motori 602. Oldi qismlari, rullari gidravlika. Umuman kamchiliklari yo'q. 6 balon yangi. Mashina yonboshga to'kadi. Bortining uzunligi 4.10. 50 talik balondan 4 ta metan balon. Salon qismlari tayyor. Rama qismlari. Ramasi o'ta yo'l. Zadniy moslari gazel. Mashinaning ikkitasini ham xarajati yo'q. Tayyor mashina. 4 tonnadan yuk oladi. Manzilimiz Chustda akalar. Telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib olsanglar bo'ladi. Salon qismlari akkuratniy, yangi tayyor bo'ldi bu ham. Oldi qismlari. Xohlagan dokumentinglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'ying.